Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ham shu oddiy insonlarga bag'ishlanadi. Oddiy insonlar qanaqa qilib qarzga, yana muammolarga kirib ketish haqida bo'ladi. Xullas, ishtahani karnay qilmaslik kerak. O'zimizni cho'ntagimiz yetmaydigan, cho'ntagimiz ko'tarmaydigan narsalarga hali loyiq bo'lmasdan turib o'zimiz ularni o'zimizga ravo ko'rmasligimiz kerak. Masalan, piyoda yuribsiz, bir 2-3 ming dollar pul topdingiz, lekin sizni orzungiz Gentra minish yoki yana ham yaxshiroq mashina minish. 3-4 ming dollar pul qildingizda bordingiz, uni kreditga rasmiylashtirib oldingiz yoki bo'lib to'lashga. Katta xato, umringizdagi eng katta xatolardan bittasi shu bo'ladi. Oddiy telefonlarda ham shunaqa. Telefon ishlatib turuvdingiz, qo'lingizda bir 100 dollarlik telefon bor edi. Lekin iPhone olgis keldida 1-200 dollar pul topib boshlang'ich to'lovni to'ladingiz. Qolganiga 10 oymi, 1 yilgami, 6 oygami kreditga olvordingiz, bo'lib to'lashga. Bu ham bitta katta xatoingiz bo'ladi. Sizni yashayotgan umringiz, hayotingiz faqat iPhone'dan yoki faqat bir mashinadan iborat emas u. Oilangiz bordir, boshqadir. Boshqa chiqimlar bor, kiyim qilish kerak, qorin to'ygizish kerak, o'qishga borarsiz, yo'l kerak qilish kerak, boshqa u olgan qimmat mashinangiz benzin yemaydimi? Chiqimi yo'qmi uni? Naborot, u yana oylik daromadlaringiz oshmagan bo'lsa, bu yoqda rasxodingiz ko'paygani qoladi xolos. Misol, Matiz'ni yog'ini almashtirish 200 ming bo'lsa, Gentra'niki 500 ming bo'ladi almashtirish. Oddiy misol. Shularda ham katta farq bor. Shuning uchun odamlar o'zini kichkina narsalarni kreditga olib to'lavorib, miyasini moslashtirib olmaslik kerak. Katta narsalarni keyin ishtaha qilib qoladi bo'lmasa. Shuni o'zini kontrol qilib bilish kerak-da odam. Bu biznes, pul masalalari ko'proq odamning psixologiyasiga borib taqalar ekanda. Masalan, hissiyotga berilib tap olib qo'yadi odamlar. Ana shu aynan hissiyotga o'ynab odamlar qiziqib, boshidagi bir maza qilib olishni o'ylab qimmat telefon yoki bir narsa olib oladi. Ya'ni bo'lib to'lashga olish o'zi umuman noto'g'ri. Bo'lib to'lash bu eng xatarli narsa. O'zi pulingiz yo'q. Yo'q pulingizga yana 1,5 baravar oshcha to'lab bo'lib to'lashga olasiz. Uni qanaqa to'laysiz keyin? O'zi 1 millionlik narsani bo'lib to'lashga bersa 1,5 millionga beradi-da misol. Endi qanaqa to'lamoqchisiz 1,5 millionni? Desa, ha u oyiga 300 ming, 200 mingdan bo'lar ekan, hech narsa emas bu deysiz. Oyiga bir 3-4 million topyapman deysiz. Xo'p. 5-6 oy yoki 10 oyga olarsiz. Ana shuni 10 oy telefon olaman yo bir xolodilnik olaman, uyga kir mashina olaman deb to'plasangiz bo'lmaydimi shuni? 6 oy to'plang, 1 yil to'plang. Shuni harakat qilsangiz bo'lmaydimi? Bo'lib to'lashga kimlar olishi mumkin? Bo'lib to'lashga, masalan, pullarini kuniga, haftasiga, oyiga оборот qilib, yaxshi pul topadigan 30-40% ga pulini ko'paytira oladigan, оборот qilib ko'paytira oladigan odamlargina olishi mumkin bo'lib to'lashga. Bo'lib to'laganingizdagi protsentni bu yerdagi topgan 40%ingiz qoplab ketadi-da, chunki masalan aynan 10 millionlik narsa olmoqchisiz,
Bir oyda u 10 millionda оборот qilsa, siz 400 ming 4 million ustiga minadi. Foyda topasiz. Buni siz 1 million oyiga qo'shib berishga, рассрочкаga bir narsa oladigan bo'lsangiz, unda bemalol 30% o'zingizga qolyapti. 3 million foyda qilyapsiz. Shunaqa odamlar olishi mumkin. Bo'lib to'lashga. Ularga shu yaxshi. Lekin oddiy odamlarga, oylikka ishlaydigan odamlarga oyma-oy tezda kelib qoladi. Mayli bir oyda 200 ming tashlang, keyingi oy 300 ming, bo'lmasa bo'lmay qolganda 100 ming tashlang, lekin to'plab 1 yildami, 1,5 yildami oling unaqa orzungizdagi narsani. Unda ham qachon unaqa yaxshi narsalarni o'zingizga ravo ko'ring, ravo ko'ra olasiz deb savol tug'iladi. Qachon ravo ko'ra olasiz? Qachonki sizni kamida 6 oy bo'lmasa 1 yilga yetadigan, ishlamay yursiz ham, ishlamay yeb yotsiz ham sizni tirikchiligingiz o'tadigan, oilangiz qiynalib qolmaydigan pulingiz bo'lsa, shuni g'amlab qo'ygan bo'lsangiz, jamg'armang. Keyin unga haqqingiz bor. Ungacha hech qanaqa narsaga haqqingiz yo'q sizning. Agar shu narsalarga amal qilmaydigan bo'lsangiz, faqat qarz yamasidan chiqmaysiz. Qarz botqog'iga botasiz. Buni buyog'i bizni zamon, hozirgi zamon katta rivojlanishga kirib ketyapti. Mana O'zbekiston ham hech qachon bunaqa xatolar kechirilmaydi endi. Faqat botadi. Aqlni ishlatmagan odam, pullarini tejamagan odam, o'zini shaxsiy pullarini tartiblashtirmagan odam botadi buni buyog'i qarz botqog'iga. Katta stresslarga olib keladi. Kerak bo'lsa oilalar buzilib ketadi. Shu narsalar orqali. O'g'riliklar qilishga, yolg'on gapirishga majbur bo'lasiz. Qarzga botasiz. Shuning uchun harakat qiling, o'zingizni cho'ntagingizdagi pulga yashashga harakat qiling. Biz ham xuddi shunaqa qilyapmiz hozir. O'zim qilayotgan narsani tavsiya qilyapman. Masalan, 300 dollarga bir yerdan kvartira olib, oilam, bola chaqam bilan arenda turib zo'r yashasam bo'ladi. Yaxshi sharoitlarda. Lekin oddiy bitta uchastkani arendaga olib biz shu yerda 100 dollar uchastkaga arenda berib, 500 dollarga bir yashaydigan 25 kvadratlik vagon oldim. Yashaydigan, ichlari polni pechkalari bor. Oddiy sharoitlik mana shu vagonda yashayapmiz. 3 ta bola bilan. 100 dollar qayda? 300 dollar qayda? Mayli, ozgina sharoiti kvartirachalik yaxshi emas, to'g'ri. Suvni tashlab ichamiz. Bir tualeti tashqarida, sovuq uylar. Mayli, sabr qilamiz, chidaymiz, bolalarga garchoy bor. Endi bu darajada mayda narsalarni ham aytayotganim sababi odam o'zini va oilasini, ishtahasini karnay qildirmaslik kerak. Oshqozonni kengaytirib olmaslik kerak. Keyin psixologik oilaga ham tushuntirish kerak, bolalarga ham tushuntirish kerak. Hozircha shunaqa sekin-sekin mana endi shunaqa arzonroq joyda yashab tursak, pulimiz ko'payadi. Keyin yaxshi sharoitlarga ham chiqamiz deb u birdaniga bo'lmaydi hamma narsa. Hozir hamma birdan yaxshi yashamoqchi, birdan falonchi artistga o'xshab yoki falonchi boyga o'xshab yashamoqchi. Havas qiladi, havasim ketdi deydi. Va ularda cho'ntagi boshqa, sening cho'ntaging boshqa. Ularda saviyasi boshqa, sening saviyang boshqa. Xullas, mana shu vagonni 500 dollarga olgan bo'lsam, yana 1 yilmi, 2 yildan keyin ham shu 500 dollarga sotsa bo'ladi-da buni. Chunki men 1300 dollarga olgan edi buni egasi. U foydalanib olib, boy odam edi, uyini oldiga qo'ygan, uyi bitgandan keyin uni kerak emas menga, beganini berib olib ket dedi. Juda ham arzon oldim men buni. 3 barobar arzon narxga oldim. Endi hozir sotadigan bo'lsam, shu 500 dollarga 1-2 yil foydalanib olgandan keyin yana ana shu pulga kerak bo'lsa foydasiga sotsa ham bo'ladi. Shuni doim planini qilib yurish kerak. Doim cho'ntagingizni o'ylab yuring, plan qilib yuring. Bo'lmaydi u ko'r-ko'rona ish tutish hozir pul masalasida juda xorlikka olib keladi. Qul bo'lasiz. Pulni quli bo'lasiz. Lekin doim yakkangiz oqarmaydi bir umr. Agar bunaqa narsalarga amal qilmaydigan bo'lsangiz.
olaverasiz, oldindan nima olgisi kelsa shart oldindan borib olasiz. Bugun xohlab bugun olasiz. Oson bo'lib ketdi hozir. Bugun mana turishimda hozir men bunday o'ylab turib, "Voy, Cobalt olishim kerak" desam, borib olaman. Rassrochkaga, bo'lib to'lashga. Uni qanday to'layman keyin? 3 yilga qilib berar, 2 yilga qilib berar. U $12,000 narsa menga $18,000 bo'lib ketadi. Aniq shunaqa bo'ladi. Gentralar kerak bo'lsa, bittasi hisoblabdi, $22,000 ga aylanyapti bitta gentra. 2 yilgami, 3 yilga bo'lib to'lashga rasmiylashtiryapti. Ikkita gentraning puli yo'q salkam. Mana shuning uchun o'ylab ko'rish kerak, hisoblash kerak boshida, hisob kitobni bilish kerak. To'xta, naqd pulga olsam qancha, nasiyaga olsam qancha deb o'ylash kerak odam. Hisoblang. 10 oyda misol 2 million qo'shib beraman ekan 5 millionlik narsaga. To'xta, 10 oy 500 mingdan to'plasam, naqd pulimga 2 million arzoniga olaman ekan deb fikrlashni o'rganing.